Assalomu alaykum hurmatli professor o'qituvchilar va talabalar va xodimlar. Sizlarni kirib kelayotgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyamizni kuni bilan qizg'in tabriklayman. Bugun biz Axborot reysi markazi xodimlari, bizni hurmatli, har doim hamkorlik keladigan opamiz, ijtimoiy fanlar va amaliy fanlar fakulteti musiqiy ta'lim yo'nalishi 5-bosqich talabasi Faridaxon Hoshimovani she'rlaridan sizlarga tavsiya etmoqchimiz. Marhamat. Baxtimiz qomusi, yangi O'zbekiston, gullagan bo'ston, cho'li sahrolari go'zal guliston, osmoni musaffo, xalqi farovon, ozod hur yashaydi, tunu kun omon. Chunki baxt qomusi dardiga darmon. Mustaqillik quyoshi nur sochgan mahal, qomusiy qonunlar yozildi bu gal, tinchligu go'zallik ko'rindi yal-yal, ma'naviyat ma'rifatga berildi saykal. Chunki baxt qomusin so'zlari zarhal, har bobu bandida yomondan panoh, bo'l deydi hushyoru yog'iydan ogoh. Keksayu yoshlarning dilida yo'q oh, qonun bor hech kimga qazilmaydi choh. Men shunday vatanda yashayman baxtli, niyatim pokiza, tilagim ahdli, yuzlarim kuladi, qadamim shaxtli, barcha millat uyli, ham oltin taxtli. Bu bayram barchaga bo'lsin muborak, yaxshi orzularla jo'sh ursin yurak.